Ramazonga tayyorgarlik ko'rish deganda odatda odamlar bozorga chiqib Ramazon ichida iste'mol qiladigan yaxshi bozor qilib olishni nazarda tutiladi ko'pincha. Aslida sahobiy ikromlarda Ramazon uchun alohida bozorlik qilish tushunchasi bo'lmagan. Ramazondagi ularning taomi bilan Ramazondan tashqaridagi taomini umuman farqi bo'lmagan. Ramazondan tashqarida nima taom yesa, Ramazonning ichida ham o'sha narsa davom etgan. Ularning dasturxonidagi holatda o'zgarish bo'lmagan. Ramazonga tayyorgarlik sahobalarda bo'lgan. Bo'lgan, ularning tayyorgarligi boshqacha bo'lgan. Avvalo Nabiy alayhissalatu vassalomning o'zlari Ramazonga alohida tayyorgarlik ko'rganlar. Sha'bon oyi kelganda Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning mashhur hadislari bor. Sha'bon oyi kelganda Nabiy alayhissalatu vassalom sahobiy ikromlarning oldiga chiqib, "Atakum Ramazon va shahrun mubarak." Bu juda ham bir haligi xursandchilik bilan aytiladigan gap. Sizlarga muborak oy Ramazon kelyapti. Bu tabrik bu. Ya'ni hozir odamlar bir-biriga Ramazonni yaqinlashganini tabriklasa, mana shu hadisga muvofiq to'g'ri bo'ladi. Birodar, Ramazon yaqinlashyapti, muborak bo'lsin desa, bu muborak bo'lsinni bizdan oldin Nabiy alayhissalom aytganlar. Nabiy alayhissalatu vassalom "Atakum Ramazon va shahrun mubarak." Sizlarga muborak oy Ramazon kirib kelmoqda. Ramazon kelyapti deb Nabiy alayhissalom tabriknoma bilan boshlaganlar Ramazonni. Tayyorgarlik. Hushyor bo'linglar, ko'zinglarni ochinglar. Shunaqa bir muborak oy kirib kelyapti. Muborak bir vaqt, muddat sizning ustingizga Alloh taoloning izni bilan soya solib kelyapti degan ma'noda Nabiy alayhissalom tabshir, xursandchilik xabarini, bashorat xabarini, suyunchisini sahobiy ikromlarga aytardilar. Shuni o'zi bilan kifoyalanmasdilar. Endi Ramazon qanaqa oyligini aytib, Alloh taolo bu oyda sizlarga uni ro'zasini farz qilgan. Bu oyda Alloh subhanahu va taoloning izni bilan osmon eshiklari ochiladi. Bu oyda jahannamning eshiklari yopiladi. Shaytonlarning sarkashlari, jin va shaytonlarning bo'ysunmas sarkashlari bu oyda zanjirband qilinadi. Bu hadisdan butun yer yuzidagi barcha jinlar va shaytonlar zanjirband qilinmasligi dalil bo'ladi shu. Uning dalili Ramazonda ba'zi bir odamlar gunohida davomli bo'ladi. Shaytonning gapiga kiradi. Harom ishlarni qilaveradi. Gunoh ishlarda bardavomlikda umr o'tkazaveradi Ramazonda. Nimaga? Chunki u kichkinagina shaytonlarning ko'zga ilg'amaydigan kichkina bir tiyinga qimmat shaytonlarga ham aldanib qolaveradigan odamlar ular. Katta shaytonlar yo'q, o'sha paytda juda katta shaytonlarning oyoq qo'li bog'langan bo'ladi. Ular insonlarni vasvasa qilish imkoniyati yo'q. Faqatgina kichkina shaytonchalar aldasa, ularning aldoviga uchadiganlar Ramazonda gunoh qiladi. Kimni Ramazonda gunoh qilayotganini bilsangiz, demak u kichkina shaytonlarning aldoviga, makriga uchragan odamlar bo'ladi. Rasululloh alayhisalom aytdilarki, o'sha tabrik hadislarining ichida lillahi fihi laylatun. Allohning o'sha kecha bir kechasi bor. Ramazonning ichida bitta kechasi bor. U kecha khayrun min alfi shahr. 1000 kechadan ko'ra yaxshidir. O'zi bir kecha, lekin 1000 oydan ko'ra afzalroqdir. Aytadilarki, man hurima khayraha faqad hurima. Ana o'sha kechaning yaxshiliklaridan mahrum qolgan kishi butunlay mahrum qolibdi dedilar. Demak, Ramazonning tayyorgarligi Nabiy alayhissalomning tabriknomalari bilan boshlanardi sahobalarning hayotida. Rasululloh har doim sahobalarni Ramazonning kelishi bilan tabriklardilar. Atakum Ramazon va shahrun mubarak. Muborak oy Ramazon sizlarga keldi deb.